Har bitta odamning o'zining imkoniyati bor, o'zining xohishi bor. O'sha imkoniyatidan kelib chiqib turib, xohish istagini bajarsa bo'laveradi, modomiki bu xohishi gunoh ma'siyatga olib borib qo'ymasa. Shariat doirasidan chiqib ketmasa. Ulamolardan ayrimlari o'zini mahkam tutgan nafsini, ya'ni kimdir kengchilikdan foydalangan. Lekin ularda hammasi ilm o'rganishlikda, odamlarga o'tishlikda birodarlar bir xil bo'lishgan. Ularni ayrimlari zohidlik insonni tashqarisida ham ko'rinish kerak desa, ayrimlari yo'q. Zohidlik bu qalbda bo'ladigan narsa, kiyim-kechakka tashqi ko'rinishga aloqasi yo'q buni der edi. Ayrim odamlar mana shu narsa uchun Imom Malikni malomat qilar edi. Ya'ni imom bo'lib turib shuncha qimmat kiyim kiyaysizmi? Dinda albatta biz qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak, qo'limiz dunyo ishida bo'lishligi kerak. Yana qaytarib aytamiz, musulmon odamni kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz duo qilganlar: "Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr." Parvardigor, men sendan kufrdan va faqirlikdan panoh tilayman degan. Tushunarlimi? Endi Alloh taolo faqirlik bergan bo'lsa, rozi bo'lib, sabr qilib yashaydi. Lekin boy bo'lishlikka intilishligi kerak u.